Baliq ovi. Men 1-sinfga qatnardim. Akam 7da o'qirdi. Otam xo'jalik mudiri edi. Uyimizga tez-tez mehmon kelib turardi. Har safar har xil kishilar: oriq, semiz, novcha, pakana, mo'ylovli, mo'ylovsiz. Ularni ko'pini tanimasam-da, o'zimda yo'q sevinib ketardim. Chunki mehmon kelsa, akam ikkimiz albatta baliq oviga jo'nardik. Qishlog'imizning Kunbotar tomonida to'qay bo'lib, hali sug'urlar qazilmagan, zahob suvlari quritilmagandi. Katta-kichik buloqlarda, ayniqsa Dimariqda baliq mo'l bo'lar edi. Suv ko'payganda hatto to'qay ichidagi sholpoylarga ham baliq chiqib ketardi. Shanba yakshanbada bu yerga bolalar to'lib ketardiki, kim qarmoq ko'targan, kim to'r sudragan. Men akamning baliq tutishini ko'rishga ishqiboz edim. U baliq ovlashga usta edi. To'rdayam, sanchiqdayam bir zumda bir paqirni ilintirardi. Hatto qo'ldayam. Suv ostiga sho'ng'ib baliqlarni o'z kamaridan tutib chiqarardi. Hech narsadan, ilondan ham qo'rqmasdi. Ilon ko'rdimi tamom. Uni dumidan ushlab, aylantirib otib yuborarmaguncha ko'ngli joyiga tushmasdi. Qirg'oqdan kulcha bo'lib mudrayotgan ilonlar sharpamizni deguncha kelib qolishar, yog'izlarini suvga urishardi. O'rtoqlarimning havasi kelar. Men kerilib, akang qarag'ayning akasi shunaqa deb ko'kragimga urardim. Bolalar chuvlashib akamning izidan ergashib yurishar, undan ilon ushlab ko'rsatishni so'rab, yalinib yolvorishardi. Akam ko'pincha ularga yo'q demasdi. Bunday vaqtda bolalar akamning qo'lidagi ilonni havoda doira yasab chirillab aylanishini uzoqdan bir-birining pinjiga kirishganicha qo'rqa-pisa tomosha qilishardi. Ilon 30-40 qadam nariga shaloplab tushgach, o'sha yoqqa chopishar, sulayib yotgan gazandaning o'lganiga ishonch hosil qilgandan so'nggina unga yaqinlashardi. Bironta yuraklisi ilonning dumariga hadiksirab qo'l uzatardi. Shundan keyin boshqalar men bir aylantiray, men bir ushlab ko'ray deb talashib ketishar, so'ngra murosaga kelishib, to'qay o'rtasidagi keng chimzor maydonda navbatma-navbat kim uzoqqa otar o'ynardilar. Akam ularga qo'shilishimga ruxsat bermasdi. Birpas o'ksinib turardim-u, akam sayoz joyga, quruqlikka irg'itgan zog'ora baliqning jon holatda sapchib-sapchib tushishini, suvning chuqurroq yerga intilishini, tangalarini oftobda yalt-yurt qilishini ko'rib, arazni esdan chiqarardim. Men akam tol yulug'idan kesib bergan ilmoqli chiviqqa baliqlarni tizib, sholapoyalarning ensiz polida langarsiz dorbozlarday lapanglab akam qayoqqa borsa orqasidan ko'tarib yurardim. Ko'p o'tmay bolalar suvni shaloplatib yugurib kelishar va yana xarxashasini boshlashardi. Akam tag'in ilon qidirib ketar, lekin endi uni ushlab bolalarni quvib qolardi. Ularning har yoqqa tiraqaylab qochishini ko'rib, qotib-qotib kulardim. O'shanaqa paytlarda men juda yayrab ketardim. Shuning uchun ham mehmonning qorasini ko'rishim bilan irg'ishlab poxol yoyadigan kattakon ayri yog'ochga ipdan to'qilgan kichkinagina bir kishilik to'r turadigan baland so'riga chopardim. Akam bo'lsa menga xo'mrayib, biqinimga sekingina bir musht tushirar, tagiga o'xshab irg'ishlama deb jerkib berardi. Va bugun pasayib ko'zimni yengim bilan ishqalangancha indamay uyning orqasiga o'tib o'tirib olardim. Birpasdan keyin akamning o'zi chaqirardi. "Qo'm, to'rni ol, ketdik." To'rni yelkamga tashlab akamning oldiga tushardim. Bilaman, baliq ovlash akamning joniga tegib ketgan. Shuning uchun eshikdan begona tovush eshitsa, peshonasi tirishardi. Ammo to'qaygacha sust borardi-yu, suvga tushdi deguncha hamma narsani unutib, ishga jon-jahdi bilan kirishib ketardi. U baliqlarni mehmonlarning soniga qarab tutar, chamasiga yetmaguncha suvdan chiqmasdi. Mehmonlar odatda 3-4ta bo'lib kelishardi. Ko'pincha ularni otam o'zi boshlab kirar, biroq otamning yo'g'ida ham kelishaverardi. Faqat bir kishi hamisha otam bilan kelardi. Faqat shu odamni menga yoqmasdi. Gavdasi besunaqay, rangi sovuq, chaqchagan ko'zlariga qarashga yuragim dov bermasdi. Mo'ylov ham boshqalarnikiga o'xshamas, labining ikki chetida osilib turardi. Menga doim hissiz dag'al ovozda: "Ha, qoravoy, yuribsanmi?" deb qo'yar, peshonamga tushgan kalta tartibsiz pat-pat sochimni qo'yning juniga chamalab ko'rganday g'ijimlab erkalagan bo'lardi. Boshim zirqirab, ko'zlarimdan yosh chiqib ketaverdi. Lekin sir boy bermas, gapiga ham javob qaytarmay yerga qarab turaverardim. Keyin u qizlarning mayda sochiday ingichka o'rilgan va uchi bog'ichli qilib tugilgan yulg'un sopi yiltillab ketgan qamchini "Ma" deb uzatardi. Men uni ayvon ustidagi mixga ilib qo'yardim. Baliqdan keyin palov ham yeyilib bo'lgach, u menga chaqirardi. "Qoravoy, qani qamchini olib kechib." U panjalar orasidan sizib tushayotgan yog'ni qamchini dastasiga surtib, yana menga qaytarib bergach, kaftini charm etigining qo'njiga ishqalay boshlardi. So'ng tovoqqa choy quyardi-da, aylantirib bir ko'tarardi va xo'rda ichganday xo'rillatib simirib yuborardi.
hammasidan ham uning baliq yeyishini tomosha qiladigan edi. U baliqni ko'p va juda tez yer, biroq kam nishxo'r chiqarardi. Nima balo, qiltanoq ham yutib yuborarmikan deb hayron bo'lardim. Men otamning yonida o'tirib, uning baliqni oshalab yeyishini hayrat bilan kuzatar, ayrim xatti-harakatlarini ko'rganimda boshimni otamning panjasiga egib, sekin kulib olardim. Kegirganida hiqildog'i o'ynab chiqar. Uchi ingichka va uzun mo'ylovlari baliq qiltanog'iga ilashib, ha deb og'ziga kirib ketar, u chaynashdan to'xtamagan holda bosh barmog'i bilan chiqarib qo'yardi. Dasturxonga Fotiha o'qishgach, otam "Qani Kamronbek?" derdi. Mehmonni orqamdan "Shu o'g'lingiz ipchil, chaqqon uloqqa tushadigan yigit bo'ladi-da" degan eshitib, qadamimni tezlatardim. Baliqxo'r kishining oti darvozaxonamizda turardi. Egar qoshiga ilingan qora, yiltiroq korzinkani bir sakrashda olib, zum o'tmay otamga yetkazardim. Otam pishirilmasdan olib qo'yilgan baliqlarni qog'ozga o'rab, unga joylashtirardi. Men esa qamchini olib g'izlaganimcha otni darvozaxonadan ko'chaga yetaklab chiqardim. Akamning-ku uni ko'rishga ko'zi yo'q edi-ya. Hatto opam ham "Yana ketdi baliqxo'r kishi" deb qo'yardi. O'choq boshida jilmaydigan onam xursandmi yo xafami buni bila olmasdim to'g'risi. Endi eslasam qiziqmagan ekanman. Faqat bir marta opam g'udranib tandirga o't qo'yganini, uning qovog'ini och salomat otang sezib qolsa hali hammamizni qaqshatadi. U otangning xo'jayinlaridan degan qulog'imga chalingan. Baliqxo'r biznikiga oxirgi safar kelganida taxminan erta bahor edi. Qattiq kelgan qishning hali zahri ketmagandi. Baliqxo'r kishi birinchi marta ko'pchilik bilan keldi. Sheriklari ham o'ziga o'xshagan qorindor faqat mo'ylovlari yo'q edi xolos. Otam mehmonlarni katta uyga joylashtirib, tezda hammamizni tiqilib o'tirgan dahlizga qaytib chiqdi-da, past ovozda ish taqsimlay ketdi. Onasi darrov suyuq oshga urib, qo'y yog'idan ko'proq to'g'rab, jazlab. Salomat baland so'rdagi uzun anordan olib tush. Qovundalam eski chakmonga o'rab qo'yganman. Keyin qo'shnilardan qattiq top, ko'proq, ha, saryog'am. Bola, qol, oyog'ingni qo'lingga ol. Komil, akangni boshla to'qayga. Mo'lroq tutib kelinglar. Sudralmay ildamroq qimirla. Akam angrayib otamga, keyin ko'zlarini mo'ltillatib onamga qarardi. Shunday sovuqda-ya, otam akamdan ko'z uzmay, yurak yutib ammo jur'atsizgina dedi. Hech narsa qilmaydi, to'rda o'lashadi. Ataylab baliqxo'rlikka kelishgan. Qani, non-nopga, choyni tezlashtir. Otam onamning oldiga bordi-da, uning quloqiga bir narsalar deb shivirladi. Bu gap onamga yoqmadi shekilli. Peshonasini tirishtirdi. Akam hamon joyidan qimir etmas, ko'zlarini o'choqda g'uvullab yonayotgan olovga qadagancha kiprik qoqmay turardi. O'sha paytda uning xayolida nimalar kechganini menga hozirgacha qorong'u. Katta uyga kirib kelayotgan otam qo'lini eshik tutqichiga uzatgancha to'xtab qoldi. Kiftovush akamga qaradi va ancha siliqlashgan tovushda "Issiqroq kiyinib ol o'g'lim" dedi-yu, nigohini tezda qayirib shaxt bilan tutqichga yopishdi. Lekin ichkaridan eshikni ohista va zich shaxt yopdi. Nazarimda u eshikka suyanib, biroz turib qolganday tuyuldi. Cho'g'imdan choynakka qaynoq suv quyayotgan onam shu paytda zarillaganmi? Kimga nima qayg'u, sal kun ilinganda kiysa ham bo'lardi. To'qayga ot tushib, baliq qirilib ketmasdi deb o'tirandi. Keyin bizga zo'rlab 2 piyoladan issiq choy ichirdi. Qalin kiyintirdi. To'g'risi shu paytda baliq oviga mening ham hech borgim yo'q edi. Akam oyog'iga ilashgan tosh kesaklarini jahl bilan tepib ketar, o'zicha ming'irlar. Meni qurishgancha uning orqasidan indamay to'rsidirab borardim. Ariqlarning bo'ylarida marzalalardan ko'klam nishonasi, yalpizlar bodroq bo'lib chiqa boshlagan, baqalarning vaqvaqasi avjida, chimzorlardagi kuzda o't qo'yib kuydirilgan ajriqlarning tomirlaridan chiqqan yangi ko'm-ko'k giyohlar yer bag'ridagi hayotning qaytadan janglanganligini dalolat berardi. So'paygan qovujiroq qamishlar izg'irli ko'klam shamolidan bir-biriga urilib noxush ovoz tarqatardi. Labi ko'karib qolgan dimariq hali hech kim va hech nima loyillatib ulgurmagani uchun tip-tiniq, bilinar-bilinmas mayin chayqalib yotardi. Suv ostida onda-sonda mayda-chuyda baliqlar ko'zga tashlanib qolardi. Akam dimariqning torroq joyiga to'r soldi. Men ariqning teparog'iga borib, uzun kaltak bilan baliqlarni hayday boshladim. Suv bir zumda qop-qora bo'tanga aylandi. Akam to'rni ko'tardi. Havoda bir necha mayda chivaq yalt-yult etdi-yu, cho'rp etib qilib suvga tushib ketdi. Qaytadan to'r soldik. Bu safar erimga ham bironta ilinmadi. Hali
baliqlar kamaridan chiqmabdi, dedi akam to'ng'illab. Endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Kamarga tushaman-da. So'g'u aka, sovqatmaysizmi? Nima qilaman? Baliq topib borish kerak. Akam otamning gapini ikki qilmas. Boshlagan ishini albatta oxiriga yetkazardi. Falon narsa bitmay qoldi. Yo'q ekan deganini bilmayman. Bunday bo'lishiga otam yo'l qo'ymasdi ham. Yana bir marta urinib ko'rganimizdan keyin akam to'rni qo'riq otib yuborib yechina boshladi. Akamga Dimariqdagi umuman To'qayning hamma buloq va ariqlardagi baliq kamarlari 5 qo'lday ma'lum edi. U ariqning chuqurroq joyini baliqning kamarini mo'ljallab sho'ng'idi. Suv tiniq bo'lgani uchun uning harakatlari aniq ko'rinardi. To'g'ri borib bo'sti qolmagan suv yalab o'tayotgan yapasqi tol to'nkasi ostiga qo'l suqdi. Amfibiya odamday suv ostida har zamonda oyoqlarini siltab, muallaq holda ancha turib qoldi. Keyin orqasiga sarilib suv betiga otilib chiqdi. Uning ikki qo'lida 1,5-2 qarich keladigan ikkita zog'ora baliq tipirchilardi. Akam baliqlarni qirg'oqqa irg'itib yana sho'ng'idi. Keyin yana aftidan ulgurchi baliq chopib olganidan u ham o'zidagi xursand, sovuqni ham unutgan edi. U har gali baliqni menga tashlayotib, "Nechta bo'ldi?" deb so'rardi-yu, lekin javob kutmay sho'ng'ib ketardi. 15taga borganda akam suvdan chiqdi. Badani qorda ishqalangandek qip-qizarib ketgan, dag'-dag' qaltirardi. Tishlari bir-biriga tegib tankillardi. Uyga yetguncha yugurib keldik. Akam dahlizga kirdi-yu, o'zini sandalga urdi. Onam "Bechora bolam-ey" deb uning yuzlarini, ko'kraklarini, qo'llarini ishqaladi. Issiq choy ichirdi. Ustiga yakandozlardan tashladi. Sandalga yana 2-3 hokandoz cho'g' soldi. Akam sovqotib ketyapman, chunchikib ketyapman deb biroz yotdi-da, uxlab qoldi. Baliqni opam ikkalamiz ayvonda tozalab berib turdik. Onam qovurishga tushdi. Otam tayyor bo'lganini peshma-pesh ichkariga olib kirib ketardi. Mehmonlar juda xursand, xoxolashar, ayniqsa baliqxo'r kishining kulgusi momoguldurakday uyning derazalarini zirlatib yuborardi. Bo'ronbekning o'g'li qishda muz teshib bo'lsa ham baliq tutib beradi, demadimmi sizlarga? Otasining o'g'li-da, Mard. Ulfat otamning farzandi ham Mard Ulfat bo'lish kerak-da. Hamma gap otasida. Qiziq gap bo'lmasa ham qiyqiriq kulgu ko'tarildi. Mana endi bundan bu yog'i baliq sayli. Yana baliqxo'r kishining ovozi eshitildi. Qachon desanglar kelaveramiz. Xo'jalik mudirimizning hamisha eshigi ochiq. Mehmonlar qorong'u tushganda qo'zg'alishdi. Eshik taraqlab ochilib ostonada baliqxo'r ko'rindi. U chayqalib ketishidan o'zini arang tutib turar, qulochini kerib, ikki qo'li bilan eshik kezaklaridan mahkam ushlab olgandi. Uning pashsha qo'nsa sirg'alib ketadigan silliq boshida ter yaltirar, go'shtdor qora yuzlari cho'g'day qizarib, ko'zlarining oqi jigarrang tusga kira boshlagandi. "Kelin, rahmat, ammo baliqni zo'r qovuribsiz. Bu bizni qahramon ko'rinmaydi? Iya uxlab qopti-da. Ha, mayli, damini olsin." U ehtiyotkorlik bilan qadam tashlab sandal yoniga keldi. Engashmoqchi bo'lganda azbaroyi to'yib ketganidan egila olmadi. Amallab qo'lini akamning jag'iga yetkazib erkalagan bo'ldi. "Shovvoz yigit, botir yigit, o'g'ildan xo'p berganda sizlarga. Mana shu Komilbek bor deb kelamiz-da biz. Yashavorsin azamat. Baliqni zo'rdan tutibdi, maza qildik." Mehmonlardan biri uni qo'ltig'idan suyab tashqariga boshladi. Bu paytda onam o'choq oldida boshni ham qilganicha yuzini yarim yashirib turar, otam esa pishirmay olib qo'yilgan baliqlarni korzinkaga joylash bilan band edi. Mehmonlar telva teskari bosishib ko'cha tomon yurishardi. Pichan yeyotgan otlarni timirskilanib arang yetishdi-da, suvug'lig'ini ham solmay egarga yopishdi. Ot tuyoqlari taqattuqi anchagacha eshitilib turdi. Qaytib kirganimda uyning derazalari lang ochiq. Onam og'zini doka ro'mol bilan to'sib olib, dasturxonni yig'ishtirardi. "Kamron, mana bu savil qolgur shishalarni yo'qot ko'zimdan, nariroqqa" deb baqirib qoldi u menga. Xona dimiqib, papiros tuslari shipning to'sinlari orasida siyrak bulutga o'xshab suzib yurar, taxir achimtir qo'lansa damlar baliq hidi, nos isi aralash-quralash bo'lib ketgandi. Uyni tozalab bo'lib pechkani qaytadan yoqdik-da, uning yaqiniga joy olib akamni uyg'otdik. Onam: Tur o'g'lim, ichkariga joy solib qo'ydim, issiqqina, kirib yot" deb elanar. Akam bo'lsa uning gaplarini eshitmaganday nuqul nima derdi. Xullas uni bir amallab turg'azdik. Lekin u karaxt odamday joyidan jilmas, qovoqlari zo'r bilan kerib ochgan, ko'zlarini yumib ketardi. Onam uning tirsagidan tutib ichkariga boshladi. Akam o'rniga kirdi-yu, ustiga ko'rpani tortdi. Onamning choy ichib olmaysanmi, ovqat yesangchi degan iltijolari javobsiz qoldi.
Otam mehmonlarni kuzatib qaytganida biz hammamiz akamning boshida o'tirardik. Onam uni ko'rdi-yu tutaqib ketdi. Qaysi ko'rda qoldingiz? Yo'q yerdan baliq topib siylaganingiz yetardi-yu, uylarigacha olib borib qo'ydingizmi? Bola qiynalib ketdi. Doktor topib kelish kerak. Qamchini etikiga urib kelayotgan otam taqqa to'xtab onamga g'azab bilan tikildi. Lekin ko'zlari nursizlanib, rangi oqarib ketgan edi. Keyin shitob bilan kelib akamning yoniga cho'nqayib, kaftini uning manglayiga qo'ydi. Komiljon, akam javob bermadi. U qisqa ammo tez-tez nafas olardi. Otam onamga yuzlandi. Ovqat yedimi? Tuz totgani yo'q, bolam sho'rlik, deya javob berdi onam yig'lamsirab. Otam chiqib ketdi. Ko'chada ot tuyoqlarining tasir-tusuri eshitildi. Opam akamning oyoqlarini uqalab yig'lar, onam esa uning peshonasiga oq durachani qayta ho'llab bosar. Men nima qilishimni bilmay, bir chekkada ularning xatti-harakatlarini, onamning holatini kuzatib o'tirardim. Onam har zamonda voy onaginang o'rgilsin-ey, voy tomog'ingga qiltanoq tiqilgunlar-ey. Biror safar baliq yemay ketsa nima qilardi-ya? Badani yonyapti buni, qo'li kuydiryapti-ya, deya uf tortar. Akam bo'lsa o'zi bilan o'zovora bo'lib isitma bilan olishar. Alahlardi. U xayolida nuqul menga gapirishardi. Komish, topdim, baliqning qonini topdim. 2 qarchli sozan. Ol, ushla, suvga tushib ketmasin. Nechta bo'ldi? Hozir chiqaman. Qachon qanday uxlab qolganimni bilmayman. Ertalab tursam akam endi tinchib orom olayotgan ekan. Kechasi doktor kelib ukol qilibdi. Xavli emas, sal sovuq o'tibdi xolos deb ketibdi. Chindan ham akamning isitmasi pasaydi. Ozroq ovqat yegani ham bo'ldi, lekin baribir alahsirayverdi. Hammamiz uning atrofida parvona edik. Ayniqsa otam oldida bir qadam ham jilmasdi desam bo'lardi. O'zi majburlab ozgina sholg'om sho'rva issiq choy ichirdi. Ustini birday o'rab turdi. 1-2 marta kipriklaridan nimadir yiltillaganini ko'rib qoldim. Hammasidan ham opamiz ikkimizni sizlaganini g'alati tuyulardi. G'ayrati terisiga sig'maydigan chapdast va jangari odam bir kecha kunduzda cho'kib, xasta, siniq qariyaga aylanib qoldi. Nazarimda bir soatda 1.50 itidan tushayotgandek edi. Onam bo'lsa kuni bo'yi qovog'ini ochmadi. Har zamonda o'zicha g'udranib qo'yardi. Akam kunduzi tez-tez bezovtalanib yotdi-yu, kechga borib isitmasi yana ko'tarilib ketdi. U o'qtin qaltirab titrab ketar, lablari pirpirab uchib qo'yar, tilini chapillatib tamshanardi. Alahsirashi kuchayadi. Uzoq yo'riq gaplarni xuddi nimanidir qo'layotganday, kimlardir najot kutib madad so'rayotganday bo'lardi. Yarim kechagacha borgan tinchib uxlab qoldi. Shundan keyin biz ham yotdik. Qattiq dodvoydan uyg'onib ketdim. Onam bilan opam akamning ustiga yotib olishganicha ho'ngrab yig'lashar. Otam bir qo'lida akamning jag'ini ushlab, ikkinchi qo'li bilan ha deb uning qovoqlarini ishqalar, hiq qilgan yelkalarini titrar, ikki ko'zdan shovullab yosh quylardi. Men avvalgi hech narsaga tushunmay angrayib qarab qoldim. Keyin yuragim sovuq bir narsani sezib, akamning ustiga o'zimni tashladim. Mung tushgancha, tushunibmi, tushunmaymi, uzoq yig'ladim. O'zimni tutolmas, nimadir meni yig'lashga majbur qilardi. Lekin baribir bola edim-da. Birozdan so'ng akam esimdan chiqdi. Hovlimizga kirayotgan odamlarning ko'pligini ko'rib og'zim ochilardi. Hatto to'yimda ham buncha odam kelganmas deb o'ylardim o'zimcha. Odam gangib qolganday kim gapirsa, o'shaning og'ziga qarardi. Uni qo'l meni bag'riga bosar, yonidan jildirmasdi. Biz otam bilan darvozaxonamizda turardik. Ba'zilar otamning quchoqlab yig'lashar, birov so'rashib, boshqasi bosh qimirlagancha indamay hovliga o'tib ketardi. Bir mahal kelayotgan orasida balaxo'r kishi ko'rinib qoldi. Men hozir sochimdan tortqilaydi deb o'zimni otamning orqasiga yashirindim. Agar qo'l cho'zadigan bo'lsa, shartta qochib ketaman deb mo'ljallab turdim. Lekin u menga e'tibor ham bermadi. Hatto boshimni ham ko'tarmasdi. Otamning oldiga kelib to'xtadi-da, bir nimalar deb